Assalomu alaykum. Muhojir ovoz obunachilari. Mana bizga g'ishchi bolalar kerak. Mana shu obyektga g'isht ustalari kerak. Betonlar pastli yarmidan ko'p quyilib bo'ldi bu holatda. O'rtadacha to'xtalish bo'ldi bizda. Hozir mana ishni boshlaganmiz. Ish ketyapti, ish yonyapti akalar. Telefon nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol kimga ish qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. WhatsAppdan. Mana apalibkalar tayyor, hamma yo'q tayyor. Mana bir chekadan ketyapti. İş joyimiz Marlupilda akalar. Bizga 30 ta odam kerak. Mana shu obyekt ana shunga o'xshab 3 etaj bo'lib ko'tariladi mana. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etaj tomi. Bunaqa obyektlarimiz ko'p. Yana bir 2-3 ta bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yotoq joylari, hamma yo'llari bor. Yakmitlar qilib beriladi. G'isht uradigan usta bolalar kerak. Ob'yomga beramiz. Bolalar ishlashyapti mana. Xohlasa kunlik rachot qilamiz. Har kunligini rachot qilamiz. Kunbay rachot qilish 3000 dan plus obeti. Yotoq joy qilib beriladi. WhatsAppdan tezda aloqaga chiqib ishga joylashib olinglar. İş o'rinlar chegaralangan. Addelkachi, shikaturkachi bolalar, g'isht uradigan bolalar, manalit tushunadigan bolalar, perikrita quyiladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. İki haftada bir oylikqa ustalarnikini g'isht ustalari, boshqa ustalarnikini 100 mingdan chiqarib beramiz. Bir oyda 2 martadan bo'lib olaveradi. Razna rabochiylarnikini hamma yo'g'idan tashqari 80 ming so'm chiqarib beramiz. Yotog'i, yebichari, dakmiti qilib beriladi. Razna rabochiylarnikini. Kunlik desa kunlik gaplashaveramiz. Kunlikka g'isht uradigan ustalarnikini, usta bolalarnikini 3000 dan rachot qilamiz. Ishdan keyin. Razna rabochiylarnikini 2,5 mingdan rachot qilamiz. Har kunligini. O'ttizta 40 ta odam kerak. Eng kamida. 50 ta bo'lsa ham zo'r bo'ladi. Telefon nomerimizni qo'yamiz. WhatsAppdan bemalol aloqaga chiqib nima qilaverasizlar. joylarimiz mana shu yerlar.
Shundoq. Videomizni iloji boricha tarqatib qo'yiladi, tanish bilishlarga. Ish istab yurgan bolalarga bemalol jo'natib qo'yasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa biz sizlarga yaxshisini ilinishda davom etamiz. Deydi ya mana odamlar işte. Hamma qo'yaveradi hozir. Shahzod Bey, Tojikiston.